Nimaga Amerikada samarqandliklar ko'p yoki green card o'ynasa faqat samarqandliklarga chiqadi? Shunga hech qiziqib ko'rganmisiz? Buni asosiy 3 ta sababi bor. Birinchisi hiyla ishlatishgan. 2019-yilgacha green card o'ynayotgan paytda pasport ma'lumotlari kiritilmagan. Shuning uchun bitta odam 10 martagacha ro'yxatda o'ta olgan. Misol uchun, meni ismim Akbarjonov Qobiljon bo'ladigan bo'lsa, birinchi martasiga o'z ism familiyam bilan, ikkinchi martasiga esa Akbarjonov Qobil, uchinchisiga esa Akbarov Qobiljon, Akbarov Qobil. Xuddi shunaqa qilib ko'p marta ro'yxatda o'tishgan. Qaysi ismga green cardda chiqadigan bo'lsa, pasport ma'lumotlarini o'shanga o'zgartirib ketaverishgan. Ko'p urinish bo'lgandan keyin chiqish ehtimoli ham shunga yarasha ko'p bo'ladi. Ikkinchi sababi 90-yillarda birinchi green card yutganlarning ko'pchiligi samarqandliklar bo'lgan. Keyinchalik ular o'z tanishlarini, qarindosh urug'larni chaqirib olishgan. AQSh qonunlarida esa oilani birlashtirish degan narsa bor. Agar bir kishi ketadigan bo'lsa, keyinchalik opasi, aka-ukasi, ota-onasini bemalol chaqira olishgan. Shuning uchun ham Amerikada samarqandliklar ko'payib ketgan. Uchinchi sababi juda ko'p miqdorda green card o'ynash. Samarqand aholisining deyarli 80% green card o'ynaydi. Chiqish koeffitsiyenti ko'p bo'lgandan keyin boshqa viloyatlardan kelib, aynan Samarqandda o'ynashadi. Shuning uchun ham Samarqandda green card o'ynash ommalashib ketgan. Agar siz samarqandlik bo'ladigan bo'lsangiz, necha marta green card o'ynagansiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Bu videoni esa samarqandlik bo'lgan tanisingizga jo'natib qo'ying.